Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain. Assalomu alaykum aziz dindoshlar, mo'min musulmonlar. Tasavvur qiling, siz Allohga shunday bir so'z bilan hamd aytasizki, u so'zlar hech bir inson tilidan chiqqan boshqa hamdga o'xshamaydi. Farishtalar sizning so'zingizni yozishga urinadi, ammo yozuvni to'ldira olmaydi. Chunki bu hamd Allohning buyukligi va qudratini cheksiz ta'riflaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bir sahoba shu duoni aytganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam farishtalar yozishga ojiz bo'ldi, chunki bu hamd Allohning o'ziga qaytarildi dedilar. Bugun men siz bilan shu duoni o'rtoqlashmoqchiman, ya'ni ulashmoqchiman. Uni yodlab olsangiz ibodatlaringiz yangi darajaga chiqadi. Oxirgacha ushbu videoni ko'ring, chunki ushbu videoni oxirigacha ko'rish orqali siz ushbu duoni to'liq yod olish baxtiga musharraf bo'lasiz. Ushbu duo aslida hamd duosi, Alloh taologa hamd aytish. Uning arabchasi quyidagicha: Allohumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika va li'azimi sultonika. Ey Alloh, senga hamd bo'lsin. Sening ulug'vorligingga va buyuk sultonligingga munosib tarzda. Bu duo Allohga eng mukammal hamd ifodasi. Unda Allohning jaloli, ulug'vorligi va sultoni cheksiz qudrati zikr qilinadi. Hadisda keladi, bir kishi namozda shu duoni aytganida farishtalar uni yozishga urinib, biz buni yozib tugata olmadik deyishdi. Alloh ularga dedi: uni mening huzurimga yozing, chunki uni men o'zim mukofotlayman. Ibn Moja rivoyati. Bu duoni ko'p aytgan insonning amallari ham Alloh huzurida yuksak darajalarga ko'tariladi. Ilm ahli aytadiki, bu hamd Allohga hech qanday chegarasiz shukr aytishning eng mukammal iborasidir. Keling endi ushbu hamdni birgalikda yodlashni boshlaymiz. Men ushbu hamdni sizlarga yodlash oson bo'lishi uchun ikki qismga bo'laman. Birinchi qismi Allohumma lakal hamdu kama yanbaghi. Ushbu qismni 10 marta takrorlaymiz. Ikkinchi qismi esa li jalali wajhika va li'azimi sultonik. Buni ham 10 marta takrorlab birgalikda yodlaymiz. Keyin ikkala qismni qo'shgan holatda yana takrorlaymiz. Allohumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika va li'azimi sultonika. Shu tarzda biz ushbu duoni, ushbu hamdni to'liq yodlagan bo'lamiz. Keling, avval birinchi qismini boshlaymiz. Men 10 marta aytaman, siz diqqat bilan tinglaysiz. So'ngra men jim turaman, siz 10 marta qaytarasiz. Demak, buyuk hamdning birinchi qismi. Allohumma lakal hamdu kama yanbaghi. 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 Endi siz takrorlaysiz, men jim turaman.
Demak, endi ikkinchi qismini boshlaymiz. Avval men 10 marta takrorlayman. Li jalali wajhika va li azimi sultonika. Li jalali wajhika va li azimi sultonika. Li jalali wajhika wa li azimi sultanika. 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 Endi sizning navbatingiz. Siz ushbu qismni 10 marta takrorlaysiz. Juda yaxshi. Endi birinchi va ikkinchi qismini jamlagan holda 10 marta takrorlaymiz. Avval men 10 marta aytaman, siz diqqat bilan tinglaysiz. Allohumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanika. Allohumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanika. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanika. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanika. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanika. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanika. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanika. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanika. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanika. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanika. Endi sizning navbatingiz.
Juda soz. Mana biz bu buyuk hamd duosini yodlab oldik. Endi har namozdan keyin yoki kundalik zikringizda aytishni odat qiling. Chunki bu duoni Allohning o'zi mukofotlaydi. Izohlarda yodladim deb yozib qoldiring. Shunda boshqalar ham yodlashga ilhom oladi. Albatta, izoh qoldirishni unutmang. Alloh taolo barchalarimizni zikrda, duoda, tasbihda tilimizni bardavom qilsin. Qalbimizni o'zining kalomiga oshno etsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.